Hatto san'at darajasiga ko'tarilgan. Chunki bu 3000 yillik tarixga ega. Imoratning o'zini tuzilishi, qurilishi bir taraf bo'ladigan bo'lsa, xat bu uzukka ko'z qo'ygandek desa bo'ladi. Fevral oyida xattotlik festivali musobaqasi o'tkazildi. Aniqrog'i 31-yanvar, 1-2-3 fevral kunlari Toshkentda yoshlar ijod saroyida 100 ga yaqin xattotlar qatnashdi. Asosan yoshlar yerda. Endi biz o'sha o'zimizni qo'lyozmalar, o'zimiz shogirdlarimizdan 4 nafar bordik biz Samarqanddan. Toshkentdan 80 kishi qatnashdi. Hozirgacha mana shu 3000 yil ichida 2000 dan ziyodroq xat turlari mavjud. Meni asosan qiziqqan uslubim o'sha sulz xati, kofi xati, keyin nastalik xati bo'yicha yaxshi ustozlardan dars olganmiz. Sulz xatida Samarqand qog'oziga Qur'on yozishni boshladik. Yaqinda inshaalloh shu yilning oxirlariga tugatamiz degan niyatdamiz.